ey go'zal Farg'ona, qonli ko'ylagingdan aylanay. Tarqalib ketgan qora vahshiy sochingga bog'lanay. Vahshiy bir o'rmon kabi bag'ringni bosmishdir qamish. Ko'zlaringda hech ko'rinmas bir olov, bir o't yonish. Keng cho'ziq yaylovlaring yovlarga ochmish ko'ksini. Bir qora parda bosibdir tuprog'ingning ustini. Ko'zlaring so'lgan o'lik ruhing bilan boqding menga. Qutulishning yulduzi aslo ko'rinmasmi senga? Ul baland zo'r tog'laring nega to'solmas yov yo'lin? Yo'qmidir o'tkir qilich kesmakka yovlarning qo'lin? Biz bugun ojiz, zaif, bag'ri ezilgan sen uchun bul qadar qonlar to'kildi, ul dag'iydir sen uchun. Yig'lama yurtim, agarchi bul kuningda yo'q bahor. Kelgusi kunlarda baxting yulduzi o'ynab qolar. Yig'lama yurtim, yig'lama yurtim, agarchi bul kuningda yo'q bahor. Kelgusi kunlarda baxting yulduzi o'ynab qolar. Jadidlar Turkistonni ozod, obod va ilg'or ko'rishni istagandilar. Ushbu maqsadga yetishish yo'lida hatto qurbon bo'lishga ham tayyor edilar. Shunday bo'lgan ham zukko, kuyunchak va jafokash bobolarimiz orzulari ushalayotgan yangi O'zbekistonda ularning armon va dardlarini bilish, tuyish, endigi kunlarimiz qadriga yetish har birimizning kundalik burchimizga aylanmog'i kerak.